Assalomu alaykum, Ma'lumot.uz kanalining hurmatli tomoshabinlari, bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, chorva ishqibozlari. Biz bugun Farg'ona viloyati Rishton tumani Zohidon qishlog'idamiz. Dehqon akamizdan sotiladigan bo'g'oz sigirlar bor. Hozir shularda bir boshdan ma'lumotlarni sizlarga yetkazaman. Kimga kerak bo'lsa akalar, telefon qilib, kelib ko'rib, savdo qilib olishingiz mumkin. Videoni boshdan oxirigacha ko'rib turinglar. Qisqa bo'londa qilib, tushunarli video qilib sizlarga yetkazaman. Hafta kuniga yakshanba 8-fevral 2026-yil. Demak, boshladi akalar, hammasi yetuk bo'g'oz xudo xolasa. Bitta mana shu to'roli kechkiroq sementalagan, qolganlari mana o'zi xudo xolasa bir 20 kun atrofida tug'adi mana. Yellarni ham bitta ko'rsatib qo'yay akalar. Ular birinchisiga 3 tasi va semental ikkinchi qoringa ekan. Hammasi yosh xudo xolasa. Sigir qilaman degan aka-ukalar bo'lsa, yaxshi sigir bo'ladi akalar. Olgan odam xudo xolasa baraka topadi mana. Mana ham o'ta katta narsa. Hozir mana shundan boshlaylik. Mana 20 kunda uzog'i tug'adi, birinchi qoringa yaqin akalar. Bu tomonlardan o'tib ko'rsatay. Mana jonivorlarni mana so'zkalari oq yelin. Mana shu bilinib qolgan o'zi. Bo'ylariga keladigan bo'lsa akalar, katta mollar, unaqa kichkina hashaki mollar emas. Mana ham rossiyskiy ekan, semental, ular chekadagi ham sifati zo'r. Hozir mana shu bo'yi taxminan akalar 1.30 plus atrofida keladi. Endi hozir ekranda har xil ko'rinadi. Mana shunday ko'rsataylik. Mana bu tomonlardan ham ko'rsatsam. Xullas, bunga aka nech pul aytamiz? Yo'lida qilib yopishtirib aytavering aka. 32 million narx qo'yaylik. 32 kami bor. 32 yozma zo'r bor. 32 million so'm baho aytishyapti akalarimiz. Kelasizlar, ko'rasizlar, tashqariga olib chiqasizlar. Endi og'ilda kichkina ko'rinishi mumkin. Hozir tashqariga olib chiqmadik. Xullas, rossiyskiy deyishyapti. Xullas, kelib ko'rib savdo qila olasizlar. Tashqariga olib chiqsangiz bu ham katta mol. Endi rossiyskiy mana. Bu ham birinchi qoringa. Bu ham 8-oyga o'tganmi? 8 oylik, xudo xolasa. Tak. Mana. Yelanlarni bitta ko'rsatay mana, akalar. Oq yelan, xudo xolasa rossiyskiy. Bo'yi 1.45 indamasdan kelaveradi akalar. Bu mana semental ham o'ta katta narsa. Uni oldida mana chichagina kichkina bo'lib turibdi. 8 oylik birinchi qoringa bo'g'oz, orqalarini elingligini qaranglar, kattaligi mana. Mana akalar. Mana shu mol. Xo'sh, birinchi qoringa tug'adi xudo xolasa. Yosh narsa, mana. Oyoq qo'l sog'lom, yeb ichish ishtahалari zo'r ekan. Xo'p, aka, bunisi narxini ayting, yopishtirib ayting narxini. 42 million so'm narx aytilyapti akalar. Kami bor aytilgan narxlardan kelib ko'rib savdo qila olasizlar. Endi akalar, semental bo'yi 1.5 metr indamasdan kelaveradi. Mana meni bo'yimdan baland bo'lib turibdi. Mana shunday ko'rsataylik. Bu ikkinchisiga, xudo xolasa. Ikkinchisiga 4 oylik. Sementalga qo'yilgan mana. Yelanlari. Xo'p, mana zo'radan ko'rsatdik. Buni narxi nech pul aka? Buni 45 million qo'yamiz endi. 45 million kami bor. Hammasini yemog'i, chimog'i, ishtahalari zo'ra. Yebish sog'liqlari, hamma narsasi joyida akalar. Uyda turgan, bozorga borib yurmagan mollar akalar. Xo'p, 45 million so'm kami bor sementalga. Endi oxirdagi bu ham shuni orqasini tanaqa suraylik jonivor. Bu ham katta narsa ekan akalar. O'sha ikkinchidagi rossiyskidan qolishmaydi bu ham mana. 50, bir ham birinchisiga 8 oylik. Mana akalar. Mana shu mol. Bo'y akalar 1.40 indamasdan chiqaveradi. Endi o'lchaganimiz yo'q, o'zi ko'rinib turibdi kattaligi. Xo'p, bunga nech pul aka? Bunga 41 million. 41 million kami bor. Xo'p, mana akalar 50liga ana shu holatda. Aytilgan narxlardan tushib beriladi akalar. Molni yeb ichish ishtahalariga garantiyasi bor. Ishqibozlari bo'lsa, sarlavhada nomer yozib qoldiraman. Sotilgandan keyin sotildi yozib qo'yamiz akalar. Ishqibozlari bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa yo'lida qilib berishadi.